men ham boshida Xo'p, sizlarga mantiqiy savolimiz bor. Tomga chiqib dasturxon qoqsa nima bo'ladi? Ha, to'xta endi. Mayli, she'rlardan ham so'rab ko'ring. Gilam bilan. Бесконечно прекрасно. Voy, anaqa elak nima deylardi? Qiz bola turmushga chiqishdan oldin shunaqa bo'lib qoladi, qo'yaver. Tomga chiqib dasturxon qoqsa nima bo'ladi? Mantiqiy savol. Tomga chiqib dasturxon qoqsa nima bo'ladi? Va trikotaj futbolka, sen avval qizim chuchvarib tugishni o'rganib ol, mantiq qilishni o'rganib ol. Yo'q, men ham boshida xuddi shunaqa sizlarga o'xshagan javob berganman. Lekin bu ana javob emas. Ля ты крыса. Topamadinglar, a? Menimcha gilam bo'ladi deyapman. Armiyaga bo'lmaganda hozirgi bolalar. Aka, dasturxonni tomga chiqib qoqadigan bo'lsa, ovora bo'ladi. Aka, mayli, sog' bo'ling, yaxshi ishlang. Bittasi sizga, mana sovg'a, mana shuni ham qabul qilib qo'yasizlar. Instagramda topgan topaloq deb post bersanglar, chiqib kelamiz. Yangi ochganmiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.